27 oktyabr seshanba kuni Amerika bilan Hindiston uchurdan tang bahramon bo'lish va mudofaa hamkorlik kelishimi imzoladi. Bu Amerika davlat ishlari kotibi Pompeo va davlat mudofaa ministri Esperning Hindiston ziyoratida qo'lga keltirgan muhim muvaffaqiyati bo'lib, shundaqla bu ikki davlatning Xitoyning tahdidiga qarshi birlikka kelgan yangi qadam hisoblandi. Amerika davlat ishlari kotibi Pompeo va davlat mudofaa ministri Esper dushanba kuni Hindiston ziyoratini boshlagan bo'lib, Amerika davlat mudofaa ministri Esper va Hindiston davlat mudofaa ministri Singhi yangi Dehlidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida ikki davlatning asosiy almashtirish va hamkorlik kelishimi imzolaganligini e'lon qilgan. Amerika davlat mudofaa ministri Esper Amerika bilan Hindiston ikki davlat o'rtasidagi mudofaa munosabati yanada ikki taraflik munosabatning asosi, o'rtaq qimmat qarshi va o'rtaq manfaat asosida ittifoqlashib, barliq davlatlar uchun, bo'libmi Xitoyning tajovuzchiligi va buzg'unchilik harakatlari kunsir kuchayotgan bugungi kunda erkin va echib etilgan Hind Tinch okeanining barpo qilinishini o'rtaq qo'llaydiganligini bildirgan. Hindiston davlat mudofaa ministri Singhi bo'lsa, bu kelishimning ikki davlatning xalqaro dengiz tavallikidagi suv yo'lining qonun va erkinlik va'dasini texnik kuchaytirib, har qaysi davlatlarning zamin butunligi va egilik huquqini qo'g'daydiganligini ta'kidlagan. Bu kelishim Washington bilan Yangi Dehlining sun'iy amro harbiy uchurlardan o'rtaq bahrlanish strategik hamkorlik planini belgilab, Hindistonning boshqarilgan bomba va avtomatik qurollarining aniqligi va ilg'or iqtidorlari zo'r darajada yaxshilanib, rolini texnik joriy qildira oladi ekan. Muxbirlarni kutib olish yig'inidan bir qancha soat ilgari Trump hukumatı parlamentga 100 dan ortiq yurish Xarbon dengiz qirg'oqi mudofaa sistemasi va Tayvanga 400 dona boshqarilgan bomba setishni tasdiqlagan. Bu qarorlarning qiymati taxminan 2 milliard 370 million dollar bo'lgan. Oldingi chorshanba kuni Amerika Tayvanni HIMARS yuqori harakatchan raketa qo'yib berish sistemasi, rayon sirtidan aniq zarba berish boshqarilgan bombasi va F-16 kurash aeroplanining yangi razvedka punktidan iborat 3 muhim qurol bilan ta'minlaydiganligini, umumiy qiymati taxminan 1 milliard 800 million dollar bo'ladiganligini e'lon qilgan. Bu yil fevral oyida Trump Hindistonni ziyorat qilganda ikki taraf 3 milliard Amerika dollaridan oshadigan mudofaa kelishimini hosil qilgan. Ikki davlatning mudofaa savdo miqdori 2008-yildagi 0 saviyadan 2019-yildagi 15 milliard dollarga yetgan. Iyun oyida Hindiston bilan Avstraliya orqisab ta'minoti o'zaro yordam berish kelishimi imzolab, harbiy bazalarni o'rtoqlashgan. Sentabr oyida Hindiston bilan Yaponiya o'zaro material va emgak mulozimati bilan ta'minlash kelishimi imzolab, Amerika, Yaponiya, Hindiston va Avstraliya o'rtasida mudofaa hamkorlik to'g'ri qurgan. Hindiston bilan Amerika kelar oy Hind okeanida Malabar dengiz armiyasi manevr o'tkazmoqchi bo'lib, Amerika, Hindiston, Yaponiya va Avstraliyadan iborat 4 davlat qatnashadi ekan. Ularning maqsadi Xitoyning bu rayondagi harbiy kuchini tangponlashtirish. Pompeo Hindiston safarini oxirlashtirgandan keyin Hind okeanidagi Sri Lanka, Maldiv va Indoneziyani ziyorat qiladi. Pompeo bu qatim Janubiy Osiyo davlatlariga qilgan ziyaratining asosiy maqsadining ularni birlashtirib, Xitoyning Hind okean va Janubiy dengizdagi kuchli kengayishini cheklash ekanligini aniq o'ttirib qo'ygan.